Germaniya haqida 25 ta fakt. Birinchi bo'lib germanlar kitob bosib chiqarishgan. U yerda 500 dan ortiq non mahsulotlari tayyorlanadi. Berlinda 1700 ta ko'prik bor. Germaniyada velosiped minishni yaxshi ko'rishadi. Har kuni Ikkinchi jahon urushidan qolgan bir kunda o'rtacha 15 ta bomba topiladi. Dunyoda 180 millionga yaqin odam nemis tilida gaplashadi. Yevropa Ittifoqidagi 90 million odam asosiy tilni german tili, ya'ni nemis tili deb hisoblaydi. Porsche, BMW, Mercedes-Benz, Audi bu Germaniyaning mashhur avtomobillari. Raqobat ila kuchaygan avtomobillar BMW va Merz. Eng tor ko'cha bu Germaniyada bor. Uning eng tor joyi 31 santimetrga teng. Archani bezash birinchi bo'lib Germaniyada o'ylab topilgan. Puma va Adidas ham o'sha Germaniyaga tegishli. Mamlakatda tezlik cheklovlari yo'q. Ingliz tilini ham germanlar yaxshi biladi. Qish asosan -15 -0 daraja. Yoz esa 20-26 daraja issiq. O'sha Einstein ham nemis bo'lgan. Yevropadagi kino akademiyalari Germaniyada joylashgan. Nemis tilida eng uzun so'z 80 ta harfdan iborat. Juda avvalgi fasllar Germaniyada hozir ham bor. Energiyaning asosiy turi quyosh panellarida. Germaniyada qamoqdan qochsa, jazo berilmaydi. Germaniyada musulmonlar 5,5 million. Musulmonlarning 63% turkiyalik. Eng mashhur sport turi bu futbol. Tarixning ayrim bir sarlavhalarini o'chirishga majbur bo'lishgan, chunki sababini o'zingiz ham bildingiz. Izlab topgan faktlarim shulardan iborat edi. Eshitganingiz uchun rahmat.